O'g'ri hikoya. Kampir tong qorong'isida xamir qilgani turib ho'kizdan xabar oldi. Ho'kiz yo'q. Og'il ko'cha tomondan teshilgan. Dehqonning uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin. Bir qop somon, 10-15 ta xoda, bir arava qamish uy, ho'kiz topish uchun necha zamonlar qozonga suv tashlab qo'yish kerak bo'ladi. Odamlar dod ovoziga o'rganib qolgan. Birovni eri uradi, birovni uyi xatga tushadi. Ammo kampirning dodiga odam tez to'plandi. Qobil bobo yalang bosh, yalang oyoq, yaktakchan og'il eshigi yonida turib dag'-dag' titraydi. Tizzalari bukilib ketadi. Ko'zlari javdiraydi. Hammaga qaraydi, ammo hech kimni ko'rmaydi. Xotinlar o'g'rini qarg'aydi, it huradi, tovuqlar qaqag'laydi. Kimdir shunda kichkina teshikdan ho'kiz sig'ishiga aql ishonmasligi to'g'risida kishilarga gap ma'qullaydi. Qobil boboning qo'shnisi burunsiz ellikboshi kirdi. U og'ilga kirib teshikni, ho'kiz bog'langan ustunni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Negadir ustunni qimirlatib ham ko'rdi. So'ngra Qobil boboni chaqirdi va past tovush bilan dedi: "Ho'kizing hech qayoqqa ketmaydi, topiladi." Uning og'ilga kirib taklif qilgan taftishi Qobil boboga bir umid bag'ishlagan edi. Bu so'zi haddan ziyod sevintirdi. Chol yig'lab yubordi. Xudo xayr bersin, ola ho'kiz edi. Odamlar o'g'ri devorni qachon, qanday asbob bilan teshgani, ho'kizni qaysi tomonga olib ketgani, uni qaysi bozorda sotishi mumkin ekanligi to'g'risida bahslasha tarqalishdi. Qovur bosildi. Qobil boboning kampiri yig'idan to'xtab, ellikboshini duo qila ketdi. Ellikboshi o'g'ri teshgan yerni yana bir bor ko'rdi. Qobil bobo qo'l qovushtirib uning ketidan yurar va yig'lar edi. Yig'lama deyman. Ho'kizing oq poshsho qo'l ostidan chiqib ketmagan bo'lsa, topiladi. Ellikboshi ho'kizni juda naqd qilib qo'ydi. Go'yo u ko'chaga chiqsa bas, ho'kiz topiladi. Bu xudo yarlaqagur shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozim-da. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. Bu odam ellikboshi bo'lish uchun ozmuncha pul sochganmi? Mingboshining bir o'ziga 700 bog' beda, bir toy bergani ma'lum. Podsholikdan oylik yemasa. Qobil bobo hamyonini qoqishtirib, borini ellikboshiga berdi. Yana qancha duo qildi. Ellikboshi beto'xtov aminga xabar qilmoqchi bo'lib chiqib ketdi. Kechqurun Qobil bobo aminning oldiga boradigan bo'ldi. Quruq qoshiq og'iz yirtadi. Aminga qancha pul olib borsa bo'ladi. Berganga bitta ham ko'p, olganga 10 ta ham oz. Chol kampir kengashib shunday qarorga kelishdi. Bu chiqim oxirgi va ho'kizni bo'ynidan bog'lab beradigan chiqim. Shuning uchun pulning yuziga qarash aqldan emas. Qobil bobo ro'para bo'lganda amin og'zini ochmasdan qattiq kekirdi. Keyin bag'baqasini osiltirib kuldi. Sigir yo'qoldimi? Yo'q, sigir emas, ho'kiz, ola ho'kiz edi. Ho'kizmi? Ho'kiz ekanda. Ola ho'kiz? Tavba. Boru yo'g'im shu bitta ho'kiz edi. Amin chinchalog'ini ikkinchi bo'g'inigacha burniga tiqib kuldi. Yo'qolmasdan ilgari bormidi? Qandaqa ho'kiz edi? Ola ho'kiz. Yaxshi ho'kizmidi yo yomon ho'kizmidi? Xo'sh mahali. Yaxshi ho'kiz birov yetaklasa ketaveradimi? Bisotimda hech narsa yo'q. O'zi qaytib kelmasmikin? Birov olib ketsa qaytib kelaber deb qo'yilmagan ekanda. Nega yig'lanadi? Yig'lanmasin. Qobil bobo yerga qarab tek qoldi. Qidirtirsakmikin-a? Dedi Amir chinchalog'ini etigining ostiga artib. Suyunchisi nima bo'ladi? Suyunchidan chashna olib kelinmadimi? Aminning bu gapi Qobil boboga "Ma ho'kizing" deganday bo'lib ketdi. "Kam bo'lmang", dedi pulni uzatib. "Yana xizmatingizdaman. Men beto'xtov pristavga xabar beraman. O'zi chaqirtiradi." Bir hafta o'tdi. Bu bir hafta ichida kampir duoning zo'ri qulf bilan ochadigan
Azayimxonga obdastagardon qildirgani qatnab 2,5 qop jiyda, 3,70 tovoq jo'xori, 2 kalava ilp etdi. Ammo ish chiqmadi. 8-kuni Qobil bobo yana Aminning oldiga bordi. Aminning tepa sochi tikka bo'ldi. Ha, ho'kizni uylariga eltib berilsinmi? Axir borilsin, arz qilinsin-da. Fuqaroning arzga borishi arbobning izzati bo'ladi. Qobil bobo yor do'stlari bilan kengashdi. Pristavga puldan boshqa nima olib borsa bo'ladi. Ma'lum bo'ldiki, uni begim deguncha kishining beli sinar ekan. 3 ta tovuq, garchi biri kurk bo'lsa ham Qobil boboning o'zidan chiqdi. 100 ta tuxumni qo'ni-qo'shni, yor birodarlar o'zaro yig'ib berdi. Ammo bu tortiq bilan tilmochdan nari o'tib bo'lmadi. Tilmoch tortiqni oldi va beto'xtov pristavga yaxshilab tushuntirishni va'da qildi. Cholning butun bo'g'inlari bo'shashib ketdi. Keyin tutoqishdi. Ammo go'rda bir narsa deya oladimi? O'ynashmagil arbob bilan, seni urar har bob bilan. Yaxshilab tushuntirilgan pristav bitta kulangir, bitta farangi tovuq, 3 so'm pulni olgandan keyin Qobil boboning baxtiga beto'xtov hokimga xabar beraman demasdan Aminga bor deb qo'ya qoldi. Amin 50boshiga borilsin dedi. Gumoningizni ayting bo'lmasa, dedi 50boshi tajang bo'lib. Kim olganini men bilmasam, avliyo bo'lmasam, olgan odam allaqachon so'yib saranjomladi-da. Uzoq demasangiz, erinmasangiz, ko'nchilikka borib terilarni bir qarab chiqing. Ammo terisi ko'nchilikka tushgan bo'lsa, allaqachon charim bo'ldi. Xudo biladi, kavsh bo'lib bozorga chiqdimi? Endi bizga juda qiyin bo'ldi-da. Peshonam sho'r bo'lmasa, dedi chol yerga qarab. Ey, yosh bolamisiz? Nega yig'laysiz? Kap-katta odam, bitta ho'kiz bo'lsa bir gap bo'lar. Xudo ajalga to'zim bersin. Men qaynagamga aytayin, sizga bitta ho'kiz bersin. Bitta ho'kiz odamning xunimi? Ertasiga 50boshi Qobil boboni boshlab qaynatasi Egamberdi paxtapurushning oldiga olib bordi. Paxtapurush cholning holiga ko'p achindi va yerini haydab olgani bitta emas, 2 ta ho'kiz berdi. Lekin kichkinagina sharti bor. Bu shart kuzda ma'lum bo'ladi. 1936-yil.